Hozir sizlar bilan bu stabilizatorimizni mashhurlik sababini bilish uchun ichki qismiga o'tamiz. Ichki qismiga o'tamiz. Ichki qismida halqali transformator g'altagi, bu ko'rinishini ko'ryapsizlar, anchagina katta va anchagina qalin misladan foydalanilgan, to'liq mis bilan yig'ilgan va 0 fazadan foydalanib turib 8 pog'ona chiqish qismi bor. Kirish qismidan keyin PSP platalariga o'tadi va bu PSP platalari ichkariga buyruq beradi. Bundan oldin основной главный miyasi bor. Bu главный miyasida epoksidli smoladan foydalanilgan, yomg'irdan, changdan himoya qiladi. Va bu qismlarga o'tyapmiz. Bu qismlarda hammasini ko'ryapsizlar, kontaktlarini juda ham chiroyli qilib mustahkam ishlangan va bu qismini ko'rdinglar. Buni orqasida juda ham katta radiatordan foydalanilgan. Radiator nima uchun? Sovutish uchun va unga qo'shimcha ikkita kuller qo'yilgan. Nimaga? O'zbekiston sharoitida juda ham issiq iqlim bizada. Shu sharoitga moslashtirilgan stabilizator desa ham bo'ladi. Endi kabel qismiga o'tamiz. Kabel qismidan 8 kvadrat millimetr kvadrat kesimli simlardan foydalanilgan va bu simlarimizda 450 voltdan 750 voltgacha oshig'i bilan zapasni qilib tashlangan va bu simlarimizni yig'ilish tartibida ham ahamiyat bersanglar bo'ladi. Hamma joylarini juda ham chiroyli qilib, mukammal qilib, xamutlar orqali va nakonechniklardan foydalanilgan. Tartib bor joyda har doim sifat bo'ladi. Endi bu stabilizatorimizning ichki qismini ko'rib chiqdinglar. Ichidagi detallarini qanchalik sifatliligini ko'rdinglar. Narxiga yarasha deb o'ylayman.